Ko'ksi yorilish voqeasi. Mana shu yilda Shaqqi Sadr voqeasi bo'ldi. Ya'ni farishtalar kelib, muborak ko'kraklarni yordilar. Bu qisqa bayoni shundoq erdikim. Badaviy arab bolalari odatlaricha payg'ambarimiz ham 4 yashar chog'larda emakdosh bola bilan birga qo'y, echki, qo'zilarni boqib yurishar edi. Bir kuni emakdosh o'g'il yugurgan holda yig'lab kelib xabar berdi-kim, ukam Muhammadni oq kiyim kiygan 2 odam kelib ushlab oldi va uni yerga yotqizib ko'ksini yorib qo'ydi, dedi. Halima eri bilan bu dahshatli xabarni eshitib, hushlari boshlaridan uchdi. Faryod fig'on qilishib chopishib bordilar. Ko'rdilar-kim, ranglari o'chgan, vujudlari o'zgargan holda turibdilar. Darrov quchoqlarga olishib, "Ey o'g'ilchog'im, sizga nima bo'ldi?" deb so'radilar. Anda payg'ambarimiz, "Oq liboslar kiygan odam sifatida 2 kishi keldi. Meni yotqizib, ko'ksimni yordilar. Ichimga qo'l solib, yuragimni chiqarib, uni tildilar. Undan qora qonni oqizib tashlab, bir jom Kavsar suvi bilan ko'p yuvib chayqadilar. Mana sendagi shayton nasibasi ketdi. Endi senga shayton yo'l topolmaydur" deb yana qaytadan ko'ksimni tikishib qo'yib, g'oyib bo'ldilar, dedilar. Qarasalar ko'ksilarda yorganning nishonasi qolib, izi ko'rinib turibdir. Bechora Halima xotun eri bilan bu karomatning haqiqatiga ishonmay, bu ishning Xudo tarafidan bo'lganiga aqllari yetmay, ko'ngillariga turli xayollar kelib, ko'p qo'rqinchliklar tushdi. Bu ish jin shaytonlar qasdidan bo'ldimi deb gumon qilishdi. O'zlari payg'ambarimizdan ajrashishlari sira toqatlari bo'lmasa ham, bu hodisadan qo'rqib nochor payg'ambarimizni onalari Ominaga keltirib topshirdilar. Bu muborak bolaga bunday mehru muhabbat qo'ygan enagasi bizdan ruxsatsiz keltirdi. Albatta buning boisi bo'lsa kerak degan sababini Halimadan so'radilar. Avvalda aytmay yashirib turgan bo'lsa ham, so'ngra bo'lgan voqeani bayon qildi va "Bu ish jin shaytonlar tarafidan bo'lish imkoniyati bordir", dedi. Onalari Omina bu so'zga qarshi dedilar-kim, "Bu bolam Muhammad bo'yimga bitgandan boshlab g'oyibdan ko'p ishorat, bashoratlar ko'rib kelganman. Bu bolaning sharofatini bildirish uchun Tuhud kechasida necha turli karomat ishlar bo'lib o'tgandir. Endi bundoq ulug' xosiyatlarga ega bo'lgan farzandim Muhammadga hech qachon jin shaytonlar yaqinlasha olmaydilar", deb Halimaga hurmat ko'rsatib ruxsat qildilar. Shu chog'da payg'ambarimiz 4 ga to'lib 5 ga qadam qo'ygan edilar. Mana bu voqea payg'ambarimizga yosh bolalik vaqtlarda bo'lgan mo'jizalarning birisidir. Buni Shaqqi Sadr deydirlar.